alaykum. Men Yangi O'zbekiston mahallasi yordamchi agenti Bekmetova Maftunaman. Bizda mahallamizda istiqomat qiluvchi Bekchanov Shavkat Komilov xonadonida o'rganish olib boribmiz. Bizda hozir Jumaniyaz va Iroda akamiz 20 million so'm chorvachilik yo'nalishida imtiyozli kredit ajratib olgan. Kelinlari Atamurotova Muhayyat akamiz esa mahalla loyihasi bo'yicha 17 million so'm kredit ajratgan va shu bo'yicha samarali foydalanib kelmoqdalar. Chorvachilik bo'yicha shug'ullanishdan tashqari qo'ychilik, xizmat ko'rsatish, parrandachilik ham yo'lga qo'yilgan. Jumaniyaz va Iroda Atamurotova Muhayyat akamiz kreditlardan samarali foydalanib, oilaviy daromadining yillik daromadi 80 milliongacha yetdi.